Biz uyimizni buzilishiga norozimiz. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli Saida Mirziyoyeva, biz mansardalarimizni buzilishiga norozimiz. Biz qonunlarni hurmat qiladigan fuqarolardamiz. Bizning mansardalarimizning kadastrlari, hujjatlari, hamma narsalari bor. Biz bu domni 2021-yil застройщикdan olayotganimizda penoblokdan qursangiz bo'ladi degan. Assalomu alaykum, hurmatli Saida Mirziyoyeva. Bizning yashab turuvchi bino g'ishtdan qurilgan bo'lib, geologiya xulosasi ham bor. Geologiya xulosasi 9 balli zilzilaga chidamli hisoblanadi. Assalomu alaykum, hurmatli Saida Mirziyoyeva. Mana shu domni 21-yil qurilayotganda o'zi quruvchidan mansardaga qiziqib, mumkin mansarda qursangiz bo'ladi, penoblokdan qursa bo'ladi deb bizga mana zinajoylar, keyin yana sanuzorlar chiqarib bergan bizga. Qolganini o'zingiz qilib olasizlar deb sotishgan. Men shunga qiziqib, qarz qilib, kredit qilib olganman. Mana hozir yana shtraflar kelyapti. Men shtraflar bittasini qarz olib to'ladim, qolganiga shtraf to'lay olmayman. Hozir buzishga ham holim ham yo'q, pulim ham yo'q. Yordam bering bizga. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz va hurmatli Saida Mirziyoyeva. Biz mana shu domni qizim, kuyovim niyat qilib olishuvdi, anaqaga, keyin qarzlarga mansardasini qurdirishgan edi. Hali qarzlardan qutulishgani yo'q. Endi bitganda buzamiz deyishyapti. Iltimos, biz ruxsat beringlar, buzishmasin, nevaralarimga zarar tegmasin. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, biz qonunlarga qarshi chiqamiz demayapmiz. Biz shunchaki bizni loyihamizni ko'rib chiqishingizni va qonunlashtirib berishingizni so'raymiz. Bilamiz, siz ayollarni qo'llab-quvvatlaysiz. Kimdir kredit olgan, kimdir subsidiya, kimdir esa yolg'iz ona. Iltimos, bu proyektimizni qonunlashtirib berishingizni so'rab qolamiz.